alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana xohlasa 4 ta klubdan qaysi biri chempion bo'ladi deb video qo'ygan edik. Xo'p, bular Fransiya, Angliya, Italiya, Angliya, Ispaniya, Argentina. Qaysi nima dedim hozir? Fransiya, Angliya, Ispaniya. Ha, Fransiya, Argentina, Angliya, Ispaniya jamoalaridan qaysi biri chempionatga chiqadigan, chempion bo'ladigan bo'lsa, Chempion bo'ldi-yu. ha, chempion bo'ladigan bo'lsa bitta forma beramiz deganmiz-da, to'g'ri gapiryapman. Mana ukamiz xolasi kelibdi. Birinchi bo'lib yozganga, shotni to'g'ri topganga beramiz deganmiz. Ushlang. Mana shu usharim. Ispaniya chempion bo'ldi. Endi yana chempionni formasi beramiz. Bu aslida 200 ming so'm. Bilasizmi narxini? 200 ming so'm. Ammo bonusi bor. Bonusiga Argentinaga qo'shib beryapmiz. Xohlasangiz ismlisi bor. Yomon. Jomil Yomon degan nima? Ism yozilgan bor. To'g'rimi? Mana shu. Lamin Yomon. Videolardan gapirmayman. To'g'rilab qo'y. Buni ustun olib chiqsin, kam chiqsin. Chiqsin. Tabriklaymiz. Haqqoniy ekan? Hozir lekin muborak bo'lsin. Chiqaring endi.